Sizga makiyaj qiladigan qizlar yoqadimi? Tabiiymi? Tabiiy. Tabiiy qizlar yoqadimi yoki makiyaj qilib yuradiganmi? Tabiiy. 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 Endi qiz bolani o'ziga yarashsa, qanaqa yurishi, bu o'zini xohishi, makiyaj bilan o'ziga yarashsa, demak makiyaj normal. Agar tabiiylikni xohlasa, bunga ham plyus. Tabiiy qizlar yoqadi. Tabiiy bo'lsa-ku. Tabiiy. Nimaga? Endi tabiiy chiroyli, go'zallik baribir. Biz razницу на самом деле. O'ziga qarab yurgani yaxshi albatta. Makiyaj qilib, uxodlar. Makiyajda me'yor bo'lishi kerak-ku baribir. Endi makiyajning ham har xili bor-da. Tabiiyroq makiyaj qilib yurgani ma'qulroq menimcha. Most makiyajim. Makiyajim. Rahmat. Makiyaj qilib. Nimaga? Sizga yoqadi masalan? Menga yoqadi. Makiyaj qilish yoqadi. Da, chiroyli kiyinish. Tabiiy bo'lib yurish kerak menimcha. Tabiiy bo'lib yurish kerak. Endi tabiiy bo'lib yurish kerak qizim. Tabiiy. Tabiiy go'zallikka nima yetsin? Lekin o'ziga qaragan ham zarar qilmaydi. Endi uni ham me'yori bor-da. Qiz bola me'yoridan ortiq bo'yan olsa, endi o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi-da qizim. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling jonim, salomat bo'ling.